Bugungi Moskvadan Toshkentga chiqadigan reysimizga odam olyapmiz azizlar. Sankt-Peterburg Toshkent, Sankt-Peterburg Samarqand, Moskva Toshkent, Moskva Samarqand yo'nalishida reyslarimiz davom etyapti. Ketmoqchi bo'lganlarga ishonchli nomerlarni ekranlarda qoldirib qo'yamiz. Reyslarimiz har kuni bo'ladi. Kanalga podpiska bo'lmaganlar обязательно podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Avtobusimiz ichida yo'lda kerak bo'ladigan hamma sharoitlar bor. Har bir odamga ikkitadan bagaj bepul, kilogrammini farqi yo'q. Transportimiz ichida ham apparat ichida videoga tushyapsiz aka. Yo'lovchilarimiz joylashib o'tirishibdi. Transportimiz ichida ruchnoylar qo'yilgan joylar, har bir passajir uchun alohida zaryadniklar, qo'shimcha zaryadnik. Orqada oldida monitor, yo'lda kerak bo'ladigan hamma sharoitlar bor azizlar. Aka, qalay joylashib oldingiz? Yaxshi joylashib oldingizmi? O'tirganingizda qisilmayapsizmi? Bemalol kengliklari normalmi ekan? Yaxshi yetib olinglar. Kanalga podpiska bo'lib qo'yinglar. Reyslar har kuni bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar.